Tafsirim muyassar. Bir grupi o'limalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi. Muqaddima. Barcha madihiya va go'zal maqtashlar olamlarning Rabbi Alloh taologa xosdir. Alloh taologa hamd va sano aytamiz, uningdan yordam tilaymiz, uningga istig'for aytamiz. Uningga sig'inib nafsimizning yomonligidan, amallarimizning nacharligidan panoh tilaymiz. Alloh taolo hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi. Alloh taolo hidoyat qilmagan kishini hech kim hidoyat qilolmaydi. Alloh taolodan boshqa hech qanday iloh yo'qligiga, uning hech bir sheriki yo'qligiga va Muhammad alayhissalomning Alloh taoloning bandasi va payg'ambari ekanligiga chin qalbimdan guvohlik beraman. Sheksizki, eng haq kitob Alloh taoloning kitobi bo'lgan Qur'on Karimdir. U Alloh taoloning so'zi, musulmonlarning dasturi va islom qonunshunosligining eng asosli manbasi. U payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhissalomga Alloh taolodan Jibril ismli farishta vahiy yo'li bilan elib kelgan samoviy kitobdir. U ikki olamlik baxt saodatning kepili va kuch-quvvatning manbasidir. Qur'oni Karim shundoq kitobki, uni o'qish bilan ko'ngillar huzur halovat his qiladi. Uning ajoyibotlari tugab qolmaydi. Dillarga beradigan ta'siri to'xtab qolmaydi. Insoniyat uzun yillik tarixiy jarayonida dillarga ta'sir qilishda Qur'on Karimga o'xshaydigan yoki uningga yaqinlashadigan biror kitobni ko'rib boqmadi. Alloh taolo bu kitobni payg'ambarlarning eng oxirgisi va jami olamlarga rahmat qilib avatilgan payg'ambar Hazreti Muhammad alayhissalomning qalbiga tushirdi. Qur'oni Karim milodiyaning 610-yili Makkadagi Hiro g'orida eng dastlabki vahiy bilan nozil bo'lishga boshlagan. Bu Ramazon oyining 17 yoki 21 yoki 24-kunlari bo'lib, bu vaqtda payg'ambar alayhissalom to'p-to'g'ri 40 yoshda edi. Ya'ni ro'za tutish farz qilingan sanoqli kunlar insonlarga yetakchi, hidoyat qilguvchi va haq bilan botilni ayirguvchi ro'shan oyatlarni o'z ichiga olgan Qur'on nozil bo'lishga boshlagan Ramazon oyidir. Baqara surasi 85-oyat. Qur'on Karimdan tunji qitim nozil bo'lgan oyatlar Alaq surasining 5-dagi mushu 5 oyatdir. Ya'ni yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qig'in. U insonni alaqdan yaratdi. Sen o'qig'in. Rabbing insonga qalam bilan yozishni o'rgatgan. Bilmagan narsalarni bildirgan eng karamlik zotdir. Qur'oni Karim vaziyat va sharoitning ehtiyojiga asosan oz-ozdan nozil bo'lib, jami 23 yilda to'liq nozil bo'lib bo'lgan. Ya'ni Qur'onni kishilarga doni-doni o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Isro surasi 106-oyat. Qur'oni Karim
Allah Taala Qur'on Karim orqali insoniyatni qulluqning zulmatlaridan ozod qilib, iymon, tavhid va ilmning nuriga chiqadi. Ya'ni Allah shu kitob orqali roziligini izlaganlarni nijotlik yo'llariga yetaklaydi. Allah o'z irodasi bo'yicha ularni kufrning qorong'uliklaridan iymonning nuriga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Qur'oni Karim islom ummatining ahvolini o'lchaydigan tarozidir. Ular Qur'on Karimning hidoyatiga ergishib, uni hayotlikning hamma sohalariga tatbiq qilgan. Din va dunyolik barliq ishlarni uning ko'rsatmasi bilan qilgan muddat bo'yicha tinchlik, omonlik, baxt, saodat ichida kuchlik va qudratli bo'lib yashaydi. Ular amaliyotda shundoq yashagan. Ular Qur'oni Karimdan yiroqlashgan. Uning ko'rsatmalarini hayotlik sohalarida tatbiq qilishdan ojizlashgan sari xorliq, zabonlik, ojizlik, parchalanish va boshqalarga biqinda bo'lib kelish qatorliq musibatlarga uchraydi va uchirmoqda. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga Qur'oni Karim to'g'riliq shaksizki bu Qur'on sana va qavminga albatta katta sharafdir degan. Qur'oni Karimning Muhammad alayhissalomning qavmi bo'lgan arablarning tilida nozil bo'lganligi ularga albatta katta sharaf. Shunga ularning Qur'oni Karimga amal qilishda boshlamchi bo'lishi talab qilingan. Ömer raziyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambaringlar Muhammad alayhissalom Allah bu kitob orqali ba'zi qavmlarni aziz qiladi va ba'zilarini xor qiladi dedi. İmam Muslim rivoyati 817-hadis. Allah Taala bu kitobni saqlashni o'z ustiga olgan. Allah Taala bu kitobni saqlashni o'z ustiga olgan. Ya'ni Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va uni albatta o'zimiz qo'g'daymiz. Hijr surasi 9-oyat. Onunğa oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafdan botil, soxtalik yuzlanmaydi. O hikmat bilan ish qiluvchi, madhiyaga loyiq Allah tarafidan nozil qilingandir. Fussilat surasi 42-oyat. Qur'oni Karim yodga elish va yezib qoldirishdan iborat ikki yo'l bilan saqlanib kelgan. Chunki payg'ambar alayhissalom ozdan nozil bo'lib turgan Qur'oni Karim oyatlarini shu vaqtning o'zida sahobalarga yodga oldirish va terilarga xurma yopurmoqlarga yozdirish orqali saqlab islom ummatiga o'z beti salomat yetkazgan. Bu kitob hozirmi qorilarning dilida va Qur'oni Karim nusxalarida saqlanib kelmoqda. Qur'on Karim ko'rsatmalariga amal qilgan, vaz nasihatlardan ibrat olgan, halol harom haqidagi yo'l yo'riqlardan chatnab ketmagan har bir musulmonni ikkala olamning xorligidan saqlashga kepildir. Alloh taolo bu kitobning lafzini o'qish va yodlash uchun o'ng'ay qilib bergandek, ma'nosini tushunish va bilish uchun o'ng'ay qilib bergan. Haqiqatan biz bu Qur'onni o'qish va yodlash uchun oson qildik. Uningdan vaz nasihat og'uchi bormi? Qamar surasi 17-oyat. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga Qur'on Karimning lafzini o'rgatgandek ma'nosini bayon qilib bergan. Chunki Alloh taolo uningga: "Ey payg'ambar, biz sana Qur'onni insonlarga tushirilgan ahkomlarni bayon qilib bersin. Ular Qur'on ustida tafakkur qilsin deb nozil qildik" deb amr qilgan. Nahl surasi 44-oyat.
Sahabeler Qur'on Karim oyatlardan tushunmagan yerlarni payg'ambar alayhissalomdan so'rab o'rganatdi. Sahabelerning zamonidan keyin ularning qo'lida yetishgan tabiin o'limalari borliq kelgan bo'lib, ular o'z zamonisidagi kishilarga Qur'on Karim oyatlaridan tushunmagan yerlarni tushuntirib o'tgan. Tafsir Qur'on Karimning ma'nosini tushuntirib beradigan, ahkomlarni va hikmatlarni o'tirg'i chiqaradigan ilm demakdir. Qur'on Karimni tafsir qilish payg'ambar alayhissalomning zamonidan boshlangan bo'lib, payg'ambar alayhissalom tunji mufassir hisoblanadi. Shuningdan keyin zamonimizga qadar bu ish davomlashib kelmoqda. Tafsir bir qancha bosqichni boshdan kechirgan. Tafsir ikki turlik bo'ladi. Birinchisi rivoyat tafsiri, ikkinchisi ra'yi tafsiridan iboratdir. Rivoyat tafsiri bo'lsa, payg'ambar alayhissalomdan yetib kelgan tafsirga yoki sahobalardan rivoyat qilinib kelgan tafsirga asoslanib qilingan tafsir deganlikdir. Rivoyat tafsiri barliq tafsir turlarining eng afzali va eng ishonchli hisoblanadi. Chunki bundaq tafsirda mufassir Alloh taoloning kalomini Alloh taoloning kalomi bilan yoki payg'ambar alayhissalomning tafsir qilgani bo'yicha tafsir qilgan bo'ladi. Sahabelerning tafsirimi payg'ambar alayhissalomning tafsir qilganiga asoslanganlikdan sahabelerning tafsiri bo'yicha tafsir qilganlarmi payg'ambar alayhissalomning tafsiri bo'yicha tafsir qilganlik bo'lib hisoblanadi. Rivoyat tafsirlarining mashhurlari tovandikicha: Tafsiri Tabari, Tafsiri Samarqandi, Tafsiri Bag'avi, Tafsir Su'labi, Tafsiri İbn Atiye, Tafsir Suyuti, Tafsiri İbn Kesir, Tafsiri Sa'lebi, Tafsiri Şevkani, Tafsiri Şinqiti. Ra'yi tafsir bo'lsa, Qur'on Karim oyatlarini o'zining aqli kuchi bilan tafsir qilish usuli bo'lib, bu xil tafsir ikki turga bo'linadi. Biri qabul qilinadigan tafsir, yana biri qabul qilinmaydigan tafsirdir. Qabul qilingan ra'yi tafsir bo'lsa, Qur'on Karim oyatlari bilan payg'ambar alayhissalomning hadislariga tayangan tafsir bo'lib, mufassirning arab tilini pishiq biladigan, bu tilning qoida va uslublarini yaxshi biladigan, shariat prinsiplarini va ahkomlarini obdan biladigan bo'lishi shartdir. Mufassir bu yerda oyatlarning ma'nosini tushunish uchun barcha aqliy va ilmiy kuchini sarf qiladi. Arab tilidagi va shariat ilmlaridagi mahoratini joriy qildiradi. Qabul qilinmaydigan tafsir bo'lsa, Qur'oni Karim oyatlarini hech qanday diniy naqlni asos qilmay, o'z aqliga va xohishiga tayanib tafsir qilishdir. Ko'pchilik ulamolar mundaq tafsirni qat'iylik bilan rad qiladi. Qabul qilingan ra'yi tafsirlarning mashhurlari tovandikicha: Tafsiri Kashshaf, Tafsir Razi, Tafsiri Xazin, Tafsir Ibn Hibban, Tafsiri Beydavi, Tafsir Jalalayn, Tafsiri Ebu Suud, Tafsiri Alusi, Tafsiri Manar, Tafsiri Fi Zilalil Qur'an, Tafsiri Vadi. Tafsiri Muyassardan iborat bu shonliq tafsirning muqaddimasida mundaq deb yozilgan: Zamonimizdagi barliq musulmonlarning foydalanish uchun tafsir prinsiplariga uyg'un, salaf solihlarning yo'liga muvofiq ishonch qilg'ili bo'ladigan, oyatlarning ma'nosini va maqsad g'oyalarini ro'shan bayon qilib beradigan, mazmunliq, ixcham bir tafsir hozirlab chiqish intoyin zarur bo'lib qolgan edi.
Madina Munavvar shahridagi Podshoh Fahd Qur'on nashr qilish akademiyasi bu sharafli vazifani o'z ustiga olgan bo'lib, butun dunyodagi musulmonlarning tillariga tarjima qilishga munosib iboralari o'ng'ay, bayonlari ravon bir tafsir hozirlab chiqishni qaror qildi. Shuning bilan mazkur tafsirning sinoq nusxasini tayyorlab chiqishga tafsir ilmida to'shqan, bu sohadagi mo'l emgeklari bilan tonilgan mashhur ustozlar taklif qilindi va tövandagi shartlar qo'yildi. 1. Oyatlarni salaf solihlarning e'tiqodiga uyg'un, ahli sunnat val jamoa mazhabida tafsir qilish. 2. Naqli tafsirlarni boshqa tafsirlarning oldiga qo'yish. 3. Naql keltirishda to'g'ri deb qaralganlarga kifoya qilish. 4. Tafsir jarayonida Qur'onning ko'rsatmalarini va shariatning maqsadlarini o'tirg'i chiqarish. 5. Tafsirda ishlatgan so'zlar o'ng'ay va ixcham so'zlardan bo'lishi va tafsir jarayonida ba'zi nodir so'zlarning ma'nosini ochiqlash. 6. To'xtalavatgan oyatning ma'nosini tafsir qilish. Munosabatlik oyatlarning ma'nolarini shu oyatlarning tafsirida bayon qilishga qoldirish. 7. Oyatlarning ma'nolarini naqlga hojat bo'lmasdan udul bayon qilish. Faqat zaruriyat tug'ilganda shuningga qarab ish ko'rish. 8. Tafsirning hafsining Osimdan o'rgangan qiroatiga muvofiq bo'lishi. 9. Qiroat turlari, grammatika, morfologiya va stilistika degandek fanlarga kirmaslik. 10. Har bir oyatni mustaqil tafsir qilish. Ma'nosi bir-biriga bog'lanish bo'lganlarni birlashtirib tafsir qilish. Oyatning lafzini zarur bo'lib qolmagan ahvolda takrorlamaslik va har bir oyatning nomerini shu oyatning beshiga qo'yish. 11. Tafsir Qur'on batlarining atrofiga siqqudek ixchamlikda bo'lishi. 12. Mufassirlarning bu tafsirning ko'pligan tillarga tarjima qilinadiganligini esidan chiqarmagan holda tarjima qilish qiyin bo'ladigan so'zlarni ishlatishdan saqlanishi. Bu tafsirni tayyorlash vazifasini o'z ustiga olgan mufassir ustozlar yuqorida bayon qilingan shartlarga to'liq rioya qilgan holda ish ko'rib, bu sharafli vazifani tamomlagandan keyin Podshoh Fahd Qur'on nashr qilish akademiyasida tashkillangan maxsus komitet tarafidan tekshirib chiqildi. Ondan Saudiya Arabiston Diniy ishlar ministrligiga qarashli ayrim ishki komitet tarafidan qarab chiqildi. Ondan bu tafsirning tunji nusxasi nashr qilindi. Mazkur tafsirning birinchi nusxasi nashr qilinib tarqitilgandan keyin uning o'ng'ayligi, iboralarning yengil va tushunishli bo'lganligi uchun kishilarning qiziqishini oshirdi va har kim uningdan birini o'ziga hamroh qilishga oldirdi. İnsanlar qilgan ishlarning xatolikdan xoli va mukammal bo'lishi mumkin bo'lmagandek, bu tafsirdimi ba'zi xatoliklar va g'alatlar yuz bergan bo'lib, ular o'qirmanlardan kelgan baho va inkoslardan ma'lum bo'ldi. Shuning bilan maxsus tekshirish komiteti a'zolari bu inkoslarni bir-birlab o'qib chiqib, ko'rilgan xatoliklarni va g'alatlarni astoydil tuzitib chiqdi. Tafsirlarda ko'p ishlatilgan "Ey Muhammad" degan xitob "Ey payg'ambar" deb o'zgartirildi. Faqat 11 o'rinda o'z beti qoldirildi. Bu mushu 11 o'rindagi xitobning Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini e'tirof qilmaydiganlarning tilidan hikoya qilingan xitoblar bo'lganligi sababdan edi. Tafsiri Muyassar nomli bu tafsir alohida tanlangan yuzlarcha mashhur tafsir ustozi tarafidan hozirlangan eng ishonchlik, eng ixcham va eng tushunishli tafsir bo'lib, bu tafsir Podshoh Fahd Qur'on nashr qilish akademiyasi tarafidan 30 dan ko'proq millatning tiliga tarjima qilinib tarqitilgan bo'lsa-mu, hozirgacha Uyg'ur tilidagi tarjimasi borligi kelmagan edi.
Men uzundan beri mushundaq ixcham va mazmunliq bir tafsirni vujudga chiqarishga intilib kelgan edim. Alloh taoloning iltifoti bilan bu tafsirni uchratdim va muqaddimasini o'qib chiqibla bu tafsirning men izlayotgan tafsir ekanligini bildim. Shuning bilan Alloh taolodan yordam tilab tarjima qilishga boshladim. 1 yildan ko'proq vaqt ichida tarjimani puturib bo'ldim. Janobi Alloh taoloning peyqirni bu sharafli xizmatga muvaffaq qilganligiga ko'plab shukr qilaman. Alloh taoloning bu tarjimani Uyg'ur xalqimga manfaatli qilib berishini va meni, ota-onamni, oila a'zolarimni buning ajr savobidan bahramand qilishini tuvanchilik bilan tilayman. Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Hijriya 1440-yili Zulhajjining 13-kuni. Milodiya 2019-yili 14-avgust Çarşamba. Saudi Arabiston, Jeddah. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.